Germaniya, Yevropa do'stlar dedik. Mana natija. Asrorbek, mana natijamiz xudo xolasa chiqdi inshaalloh. Hammasi sizni mehnatingiz bilan 1 yil 10 kun deganda mana vizamizni qo'limizga oldik. Rahmat, qilgan mehnatlaringizga rozi bo'ling. Juda bir chiroyli ishlar bo'ldi. Hammasi mana sabr, toqat bilan asabbuzarlik endi bo'ldi yo bo'lmadi deb ayta olmayman, lekin yaxshi xudo xolasa. Til sertifikatsiz, misol u tugul tilni ham bilmasdan turib Germaniya elchixonasiga kirib mana vizamizni olib chiqdik. Birinchisi hujjat topshirish bo'lsa, ikkinchisida уже borganimizda vizani berishdi. Alloh rozi bo'lsin, mehnatlaringizga rozi bo'ling. Xudo xolasa Germaniya, Yevropada ko'rishguncha salomat bo'ling. Asrorbek, negativchilarimiz ham ko'rib qo'ysin. Endi agar shu negativchilar bo'lmaganda balki bu darajaga yetolmasdingiz. O'shalarni bori ham yaxshi. Mana oldinga siljish bor. Hammasi zo'r. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Bo'ldi aka, kam bo'lmang, rahmat. Sherik ham topib bering, shefim, endi sherik o'zim bormay